So, endi practice qiladigan bo'lsak, chunki biz bilamiz, teoriyani o'zi bizga yetarli emas. Birinchi bo'lib oddiyrog'idan boshlaymiz. Demak, bugungi passajimizni nomi bu greenhouses, ya'ni issiqxonalar haqida bo'lar ekan. Birinchi o'rinda boyagi o'rgangan theoretical partni qo'llar ekanman. Hali savollarni tagiga chizib olishga o'tmayman, qarab ham chiqmayman va to'g'ridan-to'g'ri A paragrafni o'qishni boshlayman. A greenhouse is a house made entirely of glass. Faqatgina glassdan bo'lgan uy ekan, bu issiqxona ekan. Ya'ni uni devorlari ham va roof, ya'ni tomlari ham polniy glassdan bo'lgan ekan. One of the main purposes of a greenhouse is to grow tomatoes. Nimalar ekish haqida gap ketyapti. Plants that might struggle to grow outside. Qanaqa o'simliklarni asosan o'stirar ekan? Struggle to grow outside. Tashqarida o'sishga qiynaladigan, ya'ni sal injiqroq bo'lgan o'sha o'simliklarni o'stirish uchun ishlatilar ekan. Greenhouse stays warm inside. Buni tarjima qilib o'tirmaymiz. Sunlight shines in and warms the plants and air inside. Ya'ni quyosh nuri tushadi, biz bilamiz bu narsani va greenhouse aynan boshqacha jihati mana bu yerda aytilyapti. But the heat is trapped by the glass and cannot escape. Oddiy ochiq osmon ostida ekilgan o'sha nurdagi qaraganda o'shanisidan farqli jihati aynan greenhouse'ni bu issiqlik ichkariga kirgandan keyin greenhouse, ya'ni oyna anular shishalar tomonidan, glasslar tomonidan ushlab qolinar ekan, ichkarida saqlanar ekan va tashqariga chiqib ketolmaydi u narsa. Shu sababli kunduz kunlari, kunduzgi soatlarda issiqlashib boradi aynan greenhouse'ning ichi va hattoki kechqurun ham issiq va iliq holatda turar ekan. So, asosiy ma'nosi greenhouse bu o'zi nima ekanligi, ya'ni e'tibor bering, men nima qilyapman? Paragraf o'qigandan keyin to'g'ridan-to'g'ri men polniy misol men bu yerga o'tib ketayotganim yo'q heading topishga. Men balki heading o'qib bo'lganimdan keyin o'zim summary aytib beryapman. Yozishni shart emas, chunki yozishga vaqtingiz kam yo'da. Testga kirsanglar, o'shaning uchun og'zaki miyangizda ozgina o'ylab oling, nima haqida ekan. Mana shu paragraf. Paragrafim menda nimadan qilinganligi, nima maqsadda ishlatilishi va oddiy joylardan ko'ra, ya'ni dalalardan farqi. Endi dala degan so'z bu yerda yo'q, lekin taxminan ko'rib ketsam bo'lar ekan. So, endi qarayman. Changing temperature. Temperature o'zgarish haqida gap ketganmi? Yo'q, hech narsa aytilmagan. Ya'ni qanaqa kelishi mumkin bu? Misol, kunduz kuni unda 50 gradus bo'ladi ichkarisi, kechki payt bo'lsa sal salqinlashib, bir 30 gradusga tushadi degan narsa bizda berilmagan. So, keyingisi the greenhouse. Ya'ni prosta issiqxona. To'g'ri kelishi mumkin. Unda ham olib qo'ymayman, guys. Tagiga chizib qo'yaman, bo'lishi mumkin degan narsani. Keyingisi global warming. Global warming haqida hech narsa gap ketgani yo'q. Use of a greenhouse. Qanaqa maqsadda ishlatiladi? Endi e'tibor beringlar, guys. Menda qanaqa maqsadda ishlatilishi aytilmagan. To'g'ri, qisman aytilgan va aynan mana shu variant menda chalg'ituvchi variant hisoblanmoqda. Nimaga? Chunki e'tibor bering, ikkinchisida the greenhouse degan narsa haqida gap ketgan edi. Chunki paragrafimiz, A paragrafimiz to'liq greenhouse nima maqsaddaligi, nimadan qilinganligi, nima farqi bor, shu narsa haqida gap ketgan, ma'lumot berilgan. To'rtinchisida aytilyapti, nima maqsadda ishlatiladi. Shu joyda chalg'itish. Qanaqa chalg'ityapti? Chunki mana bu yerda aytyapti, one of the main purposes. Bu gap berilgan, to'g'ri. Berilmagan emas. Lekin bu butun boshli paragrafni faqatgina qaysidir qismchasi hisoblanadi. Ya'ni butun paragraf aynan maqsadi haqida emas. Shu sababli biz 4-variantni chiqarib olishimiz kerak. Chiqarib olamiz faqatgina A variant uchun. Lekin bu boshqa narsalarga to'g'ri kelishi mumkin, boshqa paragraflarga. So, keyingisi Verne haqida bizda gap ketgani yo'q. Yerdagi atmosfera haqida gap ketgani yo'q. Ya'ni yer oddiy ochiq osmondagi atmosfera bilan ichidagi atmosferani bir-biriga solishtirayotgani yo'q. Aynan specific detaillar bilan. Keyingisi our choices. Bizni choiceimiz qaysi? Dalalarmi yoki da issiqxonami? Qaysi biri? U narsa haqida ham gap ketgani yo'q. Effects of carbon dioxide. Bu narsa haqida carbon dioxide'da K'si ham D'si ham aytilgani yo'q. Climates around the world. Dunyodagi iqlimlar qanaqa? U narsa ham gap yo'q. Demak, aynan bu savolimiz bizga A paragrafga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi. So, the earth
experiences a similar thing to a greenhouse. Yer ham xuddi greenhouse kabi experience tajribani o'zidan o'tkazadi. Gases in the atmosphere such as carbon dioxide sal kavatni chalg'ituvchi 8 ga tortyapti. Tak. Xo'p, karbon dioksid, ya'ni karbonat angidrid kabi gazlar, havodagi, atmosferadagi gazlar do what the roof of greenhouse does. Ya'ni greenhouse'ni, issiqxonani tomi qanaqa vazifani bajarsa, tomi qanaqa vazifani bajarardi? Bu haqida birinchi paragrafda gap ketgandi. Ya'ni issiqlikni ichida ushlab qoladi, chiqarib yubormaydi tashqariga. Endi xuddi shu narsa yerda ham bo'lar ekan. Ya'ni yerdagi karbonat angidrid quyosh nurlarini chiqarib yubormas ekan. O'sha haqida ham aytilyapti. Earth surface warms up in the sunlight. Quyosh yorug'ligi tufayli yerni yuzasi isiydi va kechqurun yerni yuzasi cool qilganda, ya'ni sal soviganida releasing heat back into the air. Yana u atmosferaga issiqlikni chiqarishni boshlar ekan. But some of the heat is trapped by the greenhouse gases in the atmosphere. Atmosferani o'zida saqlanar ekan. That is what keeps our Earth a warm and comfortable 59 degrees Fahrenheit on average. Va mana shu aynan karbonat dioksid, ya'ni uglerod, karbonat angidrid yerni 59 Fahrenheitda ushlab turar ekan. So, yana men summary qilib olaman. Bu yoqda yer bilan greenhouse ikkalasining vazifasi deyarli bir xilligi haqida aytyapti. Ya'ni bir xil darajada heat ushlab qolinar ekan. Greenhouse'da tom ushlab qolsa, karbon dioksidda atmosferada, yerda karbon dioksid ushlab qolar ekan. Va yerda qanaqa u narsa, bu proses qanaqa bo'lishi haqida gap ketyapti. Qaraymiz. Birinchisi changing temperature. Temperature o'zgarish haqida gap ketganmi? Qisman ketgan. U ham to'liq paragraf haqida emas. Global warming haqida gap ketganmi? Yo'q. Havo isib ketyapti, oldin mamlaqa bo'lgan, hozir bunaqa degan narsa ham yo'q. Keyingisi. Use of a greenhouse qanaqa ishlatiladi? Bu narsa ham yo'q. Venus research. Venus haqida gap ketgani yo'q. Earth atmosphere. Bu narsa haqida bormi? Yes. Aynan Earth atmosphere haqida bizda berilgan. Ya'ni yerda iqlim qanaqa bo'ladi? 59 bo'ladi kechki payt. Keyin nima uni bilan carbon dioxide bilan ushlab turadi. Greenhouse bilan similarity nima? Ana shu narsa haqida gap ketgan. Shu sababdan buni javobi bizda B paragrafga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi C paragrafni o'qiymiz. However, gas molecules called greenhouse gases which absorb thermal infrared radiation are rising, and this is what is altering the climate system. Aytilyapti. Lekin gaz molekulalari, ya'ni u molekulalar bizga issiqxona gazlari deb ataladi va bu termal radiatsiyani ushlab qolib, absorb shimib olib va climate systemni o'zgarishiga bu narsa sababchi bo'ladi. Ya'ni issiqlik faqatgina kelyapti, lekin u narsa atmosferadan tashqariga chiqib ketayotgani yo'q. Shu sababli havo o'zgarishiga ham sabab bo'lyapti. Carbon dioxide and other greenhouse gases act like a blanket, absorbing IR radiation and preventing it from escaping into outer space. Va greenhouse gazlari ham aynan blanket, ya'ni qanaqadir mato yoki adyol vazifasini bajaradi. Kelayotgan radiatsiyani ushlab qoladi, absorb shimib oladi, lekin tashqariga chiqarib yubormaydi u narsani. Ya'ni yerdan tashqariga chiqib ketmaydi. Yer sharidan. The greenhouse effect, combined with increasing levels of greenhouse gases, produces climate change on a global scale. Ya'ni global dunyoviy masshtabda, miqyosda bu climate change ga sababchi bo'lyapti, iqlim o'zgarishiga, aynan greenhouse gazlari va bu narsa expected to have profound implications for all countries around the world va bu anchagina yaxshi va yomon ta'sir qilyapti. Ya'ni juda katta scale'da ta'sir qilyapti butun dunyodagi davlatlarga. Endi buni javobi nima bo'lar ekan? Qaraymiz. Changing temperatures, havo o'zgargani haqida qisman gap bor, lekin mana butun paragrafning ma'nosi aynan bu narsa, ya'ni climate change qanaqa sodir bo'lishi haqida asosan gap ketgan. Qaraymiz. Global warming berilganmi? Yes, aynan global warming haqida menga berilgan. Havo isib ketyapti, climate change qilyapti va u narsa qanaqa sodir bo'lyapti? Bu narsa haqida bizga gap